Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türme Xatirlari Mahbus Ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Mahbusluk meşqi. Ürümçide qamalgan 3-chi kunim atiganlik sanaqni bir Uyg'ur gundupay kamera ishkining sirtidan nazorat qildi. Biz pagahda ikki qator bo'lib tizilib, varqirab sanadik. Sanaq elinib bo'lgandan keyin gundupay manga qaragandek qildi. Uning sanaqda manga sinchilab qarab ketganligini his qilgan edim. Nadi ko'rgan bo'lg'iydim deb o'ylab turishimga uning 915 deb chaqirgan ovozdan mangdab qoldim. Bu mening mahbuslik nomerim edi. Bir sekund qaymoqib qolgandan keyin beshimni changallab, "Doklad!" deb Xitoycha varqirgancha ishikka 50 santimetr oraliq qo'yib sizilgan seriq siziqning oldiga yugurib bordim. "Siz Gulan apandi-g'u? Chiroyingiz xili asliga kelib qopti", dedi egiz bo'y, qaramtul gundupay kulimsirab. Gulan apandi degini internet Xitoyda hukumat doiralarining nazoratiga bak qattiq uchrab ketmagan chog'lardagi tor betlar, munbarlar va bloglarda qo'llanilgan taxallusim edi. Mening sodiq o'qirmanlarimla meni shundoq chaqiratdi. U atayin shu gapni deb qo'yg'ili kelgandek, atayin manga kimligimni askartgandek, men hayajondan aslimga qaytib bo'lg'icha g'oyib bo'ldi. Bu ovoz yiligacha quloq tubimda. Qizil to'mir tayoqchi bilan rishatkalangan rujakning orqasida uning kulimsirab turgan qaramtul chiroyi, kulganda parqirab ketgan oppoq tishlari manga bir qancha kungacha madadkor bo'lgan edi. "Siz Gulan apandi-g'u?" degan shu ovoz bilan tang men gundupaylardan tonishi bor odamga aylandim. Mahbuslik mashqidan va tayoq yeyishdan qutulgan bo'ldim. Men tayoq yeyishdan qutulgan bilan, ammo yurakni g'ajaydigan amalsizlikdan tayoq yeganga shohid bo'lishdan qutulolmadim. Kamirdagi ikki siyosiy mahbusni jazolashga bahona chiqibla turadi. Ular kecha navbatda turg'ini uchun Xitoycha doklad berishi kerak edi. Har kuni doktor bizni qator turg'izib dori yegizatdi va tilimizni chiqartib, ko'zimizni qayirib tekshiratdi. Bu chog'dimi u ikkisi Xitoycha bilmaganlikdan doktorning qo'pol varqirashlariga uchraydi. Uningdan keyingi qoida yodlash, naqshi yodlash, tövbename yodlash deganlarmi Xitoycha bo'lg'achqa ularga zulm ustiga zulm edi. Tushdan burun 3,5 soat, tushdan keyin 4,5 soat dars anglash va kechda shu darslardan ta'sirat yozish deganlarning hammasi Xitoycha bo'lg'achqa bicharalarning qiynalgan edi. Bugun qamalganimning 4-chi kuni, Urumchiga keltirilganimning 3-chi kuni edi. Mashg'uliyat 3 kundan beri o'xshash takrorlanib boradi. Faqat o'xshamaydigan yeri yangi mahbuslar kunda kirib mashqqa silinadi. Mahbuslik mashqi degani qamoqxonada so'roqda deyishga tegishlik so'z, turishga tegishlik qiyofat va qilishga tegishlik harakatlarni o'zlashtirish uchun qildiriladigan mashq bo'lib, amaliyotda yangi kirgan mahbusni bosh egdiradigan bir xil qiynash usuli edi. Yangi mahbuslarni kamirda yangi askar deb ataydi. Kamir boshlig'i qo'mondan bo'lib buyruq beradi. Yangi askar boshlig'ining buyruqi bo'yicha kamirda uzoqroq yotgan bir qo'lchumoq tarafidan mashqlantiriladi. Bu qo'lchumoqlar buyruqni Xitoycha beradi. Xitoychani faqat bilmaydigan, ancha-muncha so'zlashni bilsimi, o'qish, yozishni bilmaydigan Uyg'ur bolalari har doim tayoq yeydi va ahmoq qilinadi. Mahbuslik mashqida gundupay kamir oldiga kelgan, so'roqqa ilib chiqqan, kamirga kirib tekshirgan, so'roqxonaga ilib mangan, so'roqdan qaytgan, qamoqxona boshlig'i tekshirgan, doktor kelgan, qamoqxona maneveri qilingan, askar ustunki koridordan qurolliq nazorat qilgan, yuqoridan rahbar kelgan degandek ahvollarda qandoq qiyofatda turish va qandoq so'z harakatda bo'lish o'rgatiladi.
Qamoqda barliq savol va javoblar Xitoycha qiliblaştırılgan bo'lib, mahbuslar yodlashi kerak edi. Mahbus azroqla bexastalik bilan biror so'zni o'zgartirsa tayoq yeydi. Mahbusluq mashqida o'tilgan bo'yicha Gundupay so'roqqa ilib chiqish uchun ism chaqirganda mahbus ishik oldiga beshini changallab kelib, seriq siziqdan o'tishdan burun Xitoycha doklad deb tik turishi kerak edi. Seriq siziq kameraning ichidan ishikka 1,5 metr oraliq qo'yib sizilgan bo'lib, mahbuslar odatda bu siziqdan o'tmasligi, ishikdagi rujakning barmoqdek ko'mir rishatkasini tutib koridorga qaramasligi kerak edi. Siz Gülen Efendigo degan so'zdan keyin yiziqcha tarjimonlikqa o'stirildim. Yangi kirgan mahbuslarni o'zi ayrim so'roq qiladi. Ulardan azroqla gumonlansa, Farhodga deb xalaga osturatdi. Men so'roqni tarjima qilish va xotirasini yozishga majbur bo'ldim. Men kamerada bekor diqqatda qetib o'ltirmasamla, nima qilsam mamnun edim. So'roq xotirasi yozsammi bo'ladi. Qoida yodlashnimi ig'ir olmaydim. Xitoycha naqshni yodlash, darsdan xotira yozish deganlarni vaqt o'tkazish uchun bakmo astoydil qilatdim. Darsdan keyingi xotirni o'zimga yozgandan boshqa Xitoycha bilmaydigan barliq mahbuslarga yozib beratdim. Bo'libmi ujur-bujurgacha so'ralgan so'roqni birmu xatni qo'ymay Xitoychaga tarjima qilatdim. Shu bahonada bir ikki savolni so'rgan bo'lib, Uyg'urcha paranglashib olatdim va siyosiy degan tuhmat bilan tutilgan ma'sumlarga ishoratlar bilan bo'lsa-mu, so'roqda nimani so'zlash, nimani so'zlamaslik haqida yordam qila olaydim. Farhod Xitoychani suvdek so'zlagan bilan yozolmaydi. Bu bechora heroinkash balanimi kechirvatdim va uningmu dars xotirasini yozib berdim. Chunki menga qilg'udek ish bo'lsa, vaqt bilinmay chapsanroq o'tsila bo'ladi. Juma kuni tush vaqti edi. Meni so'roq qilgan biri numarimni chaqirdi. Beshimni changallab bardim. So'roqchi qo'limga kamera ishkidagi rujakdan bir qog'ozni tutqizib qo'ydi. O'qisam, Qashqarda imzo qo'ydirgan 7 kunlik tutib turishni 30 kunga uzartibdi. Qo'l qo'ymamsan deb vaqirganda aslimga keldim. Men texi Qashqarda qiynab, Urumchida so'roqni ilib bo'lgandan keyin qo'yib beradigu deb o'ylagan edim. Qamoqda apandi deyilgandan keyin yuragimmo xili tomlashib qolgan edi. Meni 7 kunda tutib kelib, 30 kun qamaydigan bo'ldinglarmi endi? Deyishimga so'roqchi: "Seni qamab paypiqimni yo'g'izatdimmi? Qo'l qo'y degandan keyin qo'ymamsan chapsan" deb vaqirdi. Vaqt o'tadiganlar ish bo'lsa qilay deb nima buyursa shuni qilib, buyurmasimi qilib 3 kunni aran qo'sh qilsam, yana kelib mushu 3 kunning har bir minutini 1 soatdek tasda to'shqizib tursam, yana 30 kun qamaydiganға qaror berishgan edi. Shu kuni tushdan keyinlik 4 soatda o'zimni bak tasda tutib oldim. Yomon xiyollardan, qo'rqinchli oqibatlardan o'zimni qochirish uchun yodimda bor she'rlarni yodlab chiqay dedim. Esimga g'ariblik haqida misralar keldi. Naqshlarni o'ylab baqdim. Nima uchunki, qora tuproq degan naqsha yodimga kelib oldi. Bu naqshida oilasidan bir qo'shashgancha dadisiz qolgan bir o'g'ilning hikoyasi bor edi. Shu kunki 4 soatlik tashviqot darsi 4000 soatdek to'yilib, bakmu ta'sda to'shdi. Shu 4 soatda xiyolimdan dadamni yiroq qilolmadim. Shu kuni dadamning nimishqa esimga bu qadar ko'p kelganligini bilmayman. Men uyimizdan 5000 kilometr yiroqdagi Beijingda oliy maktabda o'qiyotgandim-u, dadamga yozgan xatlarim shu necha parchalar edi. 1998-yildan 2001-yilgacha bo'lgan 3 yilda dadam Urumchiga eng ko'p kelgan edi. Bu chaqda magistrlikda o'qiyotgan edim. Tarixga amroq dadamni biror qitim avtonom rayonlik muzeyga, bog'vonchilikka yerisman bu jafokash Uyg'urni Urumchi shaharlik Nabodatga aparmagan ekanman.
Agar u zo'rlab Xo'janiyaz hoji qabristonligiga elib chiqmagan bo'lsa, dadam bilan shunchalik bir kechirmishimmi bo'lmas ekan to'q. Juma kechdagi azob sho'rpisidan keyin Yangyong yig'in ochdi. U yig'inda mahbuslik mashqini eng qattiq va rahimsiz yurgizishni buyurdi. Uning aytishicha, mashqlantirish kameri deb ataladigan bu kamer bir alohida kamer ekan. Tangritog qamoqxonasida 7 kamer bir-birlik qilinib boshqariladi ekan. Har 7 kamerning biri ko'ndirish kameri yoki mashqlantirish kameri deb ataladi ekan. Yangi mahbuslar oldi bilan mushu kamerga solinib, biror hafta yoki bir qancha hafta tayoq yeb, mahbuslik mashqini boshdan kechirishi shart ekan. Mahbuslar bu yerda qamoqxona qoidasi, qamalg'uvchilarning huquq va majburiyatlarini, ulgilik 4 naqshini, tövbe nomini yada bilishi kerak edi. Mashqda qoidalarni butunlay o'rganib, qamoqxona belgilamasini to'liq yodlab bo'lgandan keyin boshqa kamerga yo'tkiladi ekan. Yangyongning gapi shu kechdan boshlab ijro qilindi. Xitoycha bilmaydigan bechora balalarning ba'zilari 2-3 varaq, yana ba'zilari 5-6 varaq Xitoycha qoidani til haqorat va tayoq to'qmoqlar ichida yodlashga majburlandi. Ular yodlay olmasa, urib haqorat qilgandan boshqa tamoq bermaslik, ta'rat qildirmaslik, kechida navbatchilikka silib uxlatmaslik, xala tozalatish, beshiga qora xalta kiydirish va amaldorlar hojat qilib bo'lgandan keyin kayniga ingishib ta'rat surtkizish qatorliq choralar ko'rildi. Kamerdagi 6-nomerlik shaxs heroin setib tutilgan, Uyg'urcha biladigan Tungan Ma Hualongning aytishicha, mashq kamerlariga boshliq bo'lganlarning ko'pinchisi takror jinoyatchi, vahshiy qotil yoki muddatsiz kesiladigan jinoyatchilar bo'ladi ekan. Bundaqlarning delosi so'rilib ketadigan bo'lg'achqa, qamoqda uzun turib qoladi ekan. Shunga ular saqchilar bilan ich qo'yun, tosh qo'yun bo'lib ketadi ekan. Ularning huquqi ko'proq, faoliyat doirasi kengroq va kamerga kirib chiqishi erkinroq bo'ladi ekan. Odatda mashq kamerining boshliqlari saqchi ishxonasiga kirib tamaka chekalaydi ekan. Koridorda mingib yurib, gundupaylarga yantayoq bo'ladi ekan. Buloq beshida cho'ng bo'lgan bu Tunganning chiroy turqila emas, Xitoycha gap qilishlari Uyg'urga o'xshaydi. Havolanmaning usti to'mir bilan irshatkilanib, sim tor bilan yepilgan edi. Tunganlarning osmon degan so'zni Uyg'urcha deydiganligini shu kuni bilgan edim. Mahbuslik mashqida kamer boshlig'i so'roqchining rolini, cho'moqchi bo'lib olgan koni mahbus Gundupayning rolini, yangi mahbus jinoyat gumondorining rolini oladi ekan. Hatto bundaq mashq rasmiy so'roqning tusini oladi ekan. Qamoqda yotgan har qanday bir mahbus boshqalarning jinoiy faktlarini ma'lum qilsa, kamer boshlig'i xizmat ko'rsatgan bo'ladi ekan. Kamerdagi mahbuslik mashqi va so'roq kamer boshlig'i uchun delo fosh qilib, xizmat ko'rsatishda tepilmas fursat ekan. Kamer boshlig'i Yangyongning aytishicha, tutilgan mahbusga oldi bilan o'zining nega kirganligini bildirib, qutulishga ko'zi 4 holga keltirib qo'yish kerak ekan. Shunga saqchi qiladigan rasmiy so'roqdan burun mahbuslik mashqi qilinadi ekan. Uningcha yangi mahbusga kamerdagi har minut tayoq dashnam va haqoratlar ig'ir kelib, rasmiy so'roqda demaganni kamerda to'liqi bilan deyishi mumkin ekan. Chunki so'roqda saqchining so'roqi har qancha uzun davom qilsa, 3 kun yoki 7-8 soatdan biror hafta davom qiladi ekan. Ammo kamerdagi so'roq har minut, har soat, hatto kecha-kunduz davom qiladi ekan. Meningcha, Yangyongning xuddi meni esib qo'yganga o'xshash qiynash usullari so'roqchidan vahshiy ham izchildek qiladi. U bularni nima uchun qiladi?